o'tinda ham, gazda ham ishlasa, o'zini naborini ichida issiq cho'li xo'kondozlari bo'lsa, letniy kuxnezda suvenirga o'xshab tursa, tandir go'sht, tandir stekli uchun nirjavikidan bo'lgan nabora bo'lsa, o'z bag'riga Toshkent yopgan nondan 10 ta olsa, shunaqa mayda somsadan 110 ta qilsa bo'lsa, Toshkent shahar bo'yicha dastavkasi bepul bo'lsa, viloyatlarga shunaqa chiroyli upakovkalarda chiqib ketsa, kerak bo'lsa butun dunyoga dastavka xizmati bo'lsa, shunaqa bir-biridan chiroyli ranglaridan bo'lsa, yengil mashinani orqa saloniga sig'sa, menga yoqdi-yu, kelinlarim ishlata olmaydi deyotgan bo'lsangiz, ishlatishni ham o'rgatib qo'ygan bo'lsangiz, ishlatilmayotgan payt ham shunaqa go'zal bo'lib tursa, kommentariyada hech bo'lmasa nasib qilsin deb yozib keting. Kimga shunaqa somsalar qilib bergan bo'lardingiz shunaqa tandiringiz bo'lganda? Mana shu videoga bitta like bosib turib, kommentariyada plus belgisini qoldirsanglar, sizlarga Instagram o'zi avtomat tarzda narxini yozib yuboradi. Biz bu videoni Toshkentdan 16:30 da joylayapmiz. Siz qayerda va soat nechida ko'rayotganingizni kommentariyada yozib keting. O'zimiz uchun bilib olardik bizani qayerdan va soat nechida kuzatishayotganini. Mana shu videoga kim like bosgan bo'lsa, eng kamida shunaqa tandirlardan hammaga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.